Salim dostlar. Biz hozir Muhammed ikimiz palov istaymiz. Palov uchun bizga ne kerak? Sabz, piyaz. Aha, ol piyoz bilan sabizni birinchi ne istaymiz? To'g'raymiz. Ashiymiz. Ashamiz, to'g'raymiz. Iya. Hozir sizga pichoq beraymi, ya? Ya. Oslar yashaymiz, ya, Maryam? Nam tugim bor? Yo'q, anaqa musra. Mama. Ух ты, молодец, осла yashaymiz. Maryam, palovni nemen jasaydi? Sabz, piyaz. So'sin kirish, ya? Kirish. So'sin et solamiz, ya? Ya. Sen so'ng barini bilasan, ya, Maryam? Ya. Qani et. Et hozir olib beramiz. Muhammed, sağan tamoq sağan unaymi? Yo'q. Daha doğrusu ya. Nam tugim. Yashag'ay. Ha? Ash bo'ldimi, Maryam? Ash bo'ldi qunali. Sağan unaymi tamoq sağan, Maryam? Ya. Hozir uni pichoq bilan ashamiz-chi. Sen piyozlarni ben ashib qo'ydingmi? Ya. Mana sen kuchli ekansan qo'y, ya. Aha. Endi biz qazonga solib turamiz. Tu, aha. Bir Yedi. solamiz. Solamiz. So'sin piyozni. Piyoz, Yaxshi. sabz qo'yamiz. Biz Bizda qarab o'tiribsizlar. May qo'yamiz. endi olib onani. Qiya qo'y. Qiya ber. Bo'ldi. Mayda qizdirib yasavamiz. Mana yeb ustab. Bizning niyatimiz. Endi artishga piyoz solamiz. Mana piyoz. Palov qizil bo'lib pishirish uchun piyozimiz o'sini qizarib kerak. So'sini bari sabz solamiz. Endi hozir sabz solamiz. Endi suv qo'yamiz. Endi suv qo'yamiz. Sen qo'y. Bizning palovimiz doim. Bizning palovimizga keling. Пока.